Ichma. Ichma. Unda narkotik bor. Ey Xudoyim, nima qilyapman? Menga maxsus agent seni ruhiy kasal deb aytdi. Keyin yozuvli tasmani ko'rsatdi. Balki bu rostdir. Ammo bunga ishonishni istamayman. Yana agar qochmoqchi bo'lsang, seni o'ldirishlarini aytishdi. Shuning uchun senga narkotik berish kerak ekan. Shovqin pasaytirgichni yo'q. Buni eshitishni istamayman. Sekinroq gapir. Narkotik qanchadan keyin ta'sir qilishi kerak? 5 daqiqadan so'ng. U nima qilyapti? Ichyapti. Yana 1 daqiqa kutib turamiz. Tayyormisan? Yo'q hali. Kazinodagi o'sha yigit 2 kishini o'ldirishi mumkin edi. Bu sodir bo'lishi mumkin edi, ammo bo'lmadi. Xudoyim, sen chindan ham kasalsan. Shakarli qorag'at yoki kulchalarmi? Shakarli qorag'at yoki kulchalarmi? Mursumda. Kim o'rmonga bormasa, adashib qolmaydi. Kim o'rmonga bormasa adashib qolmaydi. Bo'lishi mumkin emas.